Bir kun bir yigit oilaviy muammolardan charchab dono bir domla huzuriga maslahat so'rab kelibdi. Domla, xotinimdan ko'nglim to'lmaydi, uyimda baraka yo'q, kelisholmaymiz debdi. Domla u kishiga qarab, ayolingning haqqini ado etdingmi deb so'rabdi. Yigit, men ishlayman, topganimni uyga keltiraman, yeb ichishga sharoit qilaman, yana nima haqqi bor deb javob beribdi. Domla tabassum qilib shunday hikoya qilib beribdi. Bir kuni payg'ambarimizdan so'rashibdi: "Yo Rasululloh, xotinimizning bizga qanday haqqi bor?" U zot: "Qachon taomlansang, uni ham taomlantirishing, qachon kiyinsang, uni ham kiyintirishing, yuziga urmaslik, qabih so'zlar bilan haqorat qilmaslik va uydan boshqa joyda aloqa uzmaslik, ya'ni jazolamaslik" dedilar. Hikoyaning davomida domla yigitga shunday tushuntiribdi: moddiy ta'minot, ya'ni nafaqa, ayol xoh boy bo'lsin, xoh kambag'al, uning yeb ichishi, kiyinishi va yashash joyi erining zimmasidadir. Bu narsa nafaqat taom, balki uning ehtiyojlarini qondirishi ham anglatadi. Hurmat va e'tibor. Ayol shunchaki uy ishlari qiladigan xizmatchi emas, balki oila bekasi. Uning qalbini og'ritmaslik, yuziga urmaslik va uni kamsitmaslik eng muhim huquqdir. Yaxshi muomala erning vazifasi, ayolga shirin so'z bo'lishi, uni qo'llab-quvvatlashi va uyga kelganda xursand qilishidir. Yigit uyiga qaytib, domlaning gaplari haqida o'ylabdi. U xotiniga nafaqat moddiy narsalar, balki mehr va hurmat ham kerakligini tushunibdi. Ertasi kuni xotiniga chiroyli muomala qilish bilan uyiga baraka va osoyishtalik o'rnashibdi. Xulosa: ayolning haqqi bu unga hurmat bilan qarash, uni nafaqa bilan ta'minlash va oilasida soliha beka sifatida e'zozlashdir.